Aziz do'stlar, biz hozir Bo'stonliq tumanidamiz. Mana shunaqa qora Armstrongni Gipsayt kompaniyasi o'rnatib berdi. Mana shunaqa hashamdor ko'rinish uchun. Bu yerda bilardxona bo'lar ekan. Mana ko'pchiligimiz dachaga boramiz. Bilardlari uncha professional bo'lmaydi. Aynan shuning uchun dachalarni shuni yonbag'rida havasiyonda mana shunaqa bilardxona ochilar ekan. Agar sizlar ham kelaman desanglar, lokatsiyasini jo'natib qo'yamiz. Kelinglar, men sizlarga bitta qisqacha obzor qilib beraman. Nega qora Armstrong o'rnatiladi? Xonani agarda sizlar hashamdor ko'rinishi, premium darajadagi premium effektni berishdan va har bitta detallar chiroyli ko'rinsin, ranglar bir xil tekislikda hamma yoqqa tarqalsin desanglar, restoranga qo'ysanglar ham bo'ladi, ofisga qo'ysanglar ham bo'ladi, game klublarga va shuningdek bilyard klubga ham qo'ysanglar bo'ladi. Hattoki bowling xonaga ham qo'ysanglar bo'ladi, agar siz tadbirkor bo'lsangiz. Keling. Mana ko'ryapsizlarmi, o'zingizlar hozir svetsiz qanaqa hashamdor ko'rinyapti. Bu yerda oynalarni hamma yoqni yopishgandan keyin, chiroyli tonirovka bo'lgandan keyin mana bu qora va svetlar bilan bir xil tekislikda hamma yoqqa tarqatib beradi. Keling. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu tomonda mana tog'damiz. Bu yerda mana ishlashyapti bolalar ham. Oxirgi konечный rezultatni sizlarga keyin ko'rsatamiz. Kirish joyini ham qilinyapti. Hozir shaxsiy xabar jo'nating, maslahatlashib olamiz.